Assalomu alaykum aziz do'stlar. Do'stlar, mana hozir stolimiz 6 talik zakaz bor edi, hozir bitdi. Hozir xudo xohlasa olib ketishadi. Komplektida xolos. Bularda o'sha qattiq turbadan 8,5 Samarqand qattiq turbasi keldi. Laminatlari yog'ona kromka qilingan. Kililangan yoki bir boshqa emas, hammasi o'sha kromka qilingan holatda. Mana hozirgi kunda baho 800 ming bo'lyapti bular. Buni boshqa xillari ham bor. Lola gulliga ham hozir xudo xolasa kechga chiqarib yuboramiz. Bu Chodak qishlog'iga ketyapti hozir. Hozirgi yana 3-4 komplektimiz ham bor. Ular sexda turibdi. Hozir uni ham bitirib chiqaramiz. Uni ham yarmisi Chodak qishlog'iga ketadi. Manzil Namangan viloyati Pop tumani, O'rimsaroy qishlog'i. Mana buni 8 taliklari bor. 4 taligi, 8 taligi bor. Bu 6 talik hozir. 4 taliklari 580 ming, 570 ming qilib beryapti hozir o'sha qattiq qalin turbani. Xo'p, 8 taliklari 1 million 100 ming bo'lyapti. 8 ta xon taxtalari 180 ga 90. Bular 135 ga 90 lik bulardiki. 4 taliklarniki o'sha har xil to'rtburchak siling to'rtburchak yo uzunchoqroq siling, uzunchoqroq qilib beraveramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qo'llab-quvvatlab turinglar. Rahmat hammaga.